Assalomu alaykum onajon. Yaxshimisiz? Ha, ishdamanman. Ha, ovqat qilmadingizmi? Xo'p, ona. O'zim men sizga bugun shirin ovqat olib boraman. Abi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yo'lmisan? Bugun uyga sal ertaroq boray degandim. Mayli, o'zingga qara. Uzr. Bugun ishlagan haqqimdan birorta ovqat olib borsam uyga, jonam xursand qiladigan. Sen qiziqchimisan, ha, oyi? Kallang joyda. Qanaqa seni haqqingda? Avvalosi ishni oxirigacha qilmagan bo'lsang. Uni ustiga kuniga 35 ming so'rasang. Bizda 35 mingga salat bor. Kechaga. Ha? Nima deysan? Hozir, shoshma. Shoh! Ey shoh! Baqara! Labyomdagi? Shoh. Banketlarni tugadimi? Ha, tugat. Ortga ovqatlarni nima qilding? Kuchugingiz bobiga tayyorlab qo'ydim. Olib kelishadi. Mana aka. Tinchlikmi hozir? Bo'ldi, bor ishingni qil. Oybek, hey, mana ovqat. Itgacha yetib bormagan. Xotiraman, top-toza. Lekin bu uchun 350 ming so'mdan. Kuniga 35 mingdan bo'lsa, 10 kun tekinga ishlayverasan. Tushundingmi? O'sha. Yonim, borib ko'raman. Ukam ozgina yordam qila olmaysizmi? Bolalarimni boqishim kerak. Non bo'lsa olib bering, ukam. Aka, uyalmaysizmi? Aroq ichish uchun bolalar bahona qilgani. Ishlasangiz-chi, aka. Ukam, bitta iltimos qilsam maylimi? Bitta bolalarim ochidi. 2 dona non bera olmaysizmi? Shunaqa sharoitda edim ukam hozir.